O'tgan yili mana shu triatlon festivaliga qatnashganimda juda ham ko'pchilik biz ham bormoqchimiz, qanday yozilsak bo'ladi deb so'ragan edi. Shu festival bu yil ham tashkil qilinyapti ekan. Xohlaganlar bemalol yozilishi mumkin. Hozir qabul ochiq. Bilmaganlar uchun bu Seulda o'tkaziladigan triatlon festivali. Bunda hamma xohlagan odam qatnashishi mumkin. Siz buning uchun sportchi bo'lishi shart emas. Festivalning nomi aytib turgandek, bu yerda siz yugurish, suzish va velosipedda uchish bilan o'zingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Suzishni bilmaydiganlar bilan bemalol topshirsa bo'ladi, chunki siz velosiped bilan yugurishni o'zini bajarsangiz ham sizga medal beriladi. Bu tekin festival emas, ozgina to'lovi bor. To'loviga yarasha, lekin sizlarga mana bunaqa Black Yak tomonidan futbolka va o'tgan safar boshqa sovg'alar ham berishgan edi. Shuning uchun puliga bemalol arziydi. Qaysi saytdan ro'yxatdan o'tsa bo'lishini pastga yozib qo'yaman. Agar link kerak deydiganlar bo'lsa, Telegramga linkini ham tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib yozsanglar bo'ladi. Do'stlaring bilan kelib, albatta o'zlaringizni sinab ko'ringlar. Umuman achinmaysizlar. Bo'lib ham yana Seuldan sizlarga medal esdalik bo'lib qoladi. Nasib qilsa biz ham o'sha kuni shu yerda bo'lamiz.